Onyx minadiganlar juda ham yaxshi biladi. Saloniga, mashinani yoki atrofiga benzinni hidi kelib turadi. Kansani qo'shgan payt shunday salonga aylanib qoladi. Buni oddiygina yechimi bor ekan. Bitta shu endi kamchilik deysizmi? Mana shu shlanka orqali va setka orqali hidi chiqayotgan benzinni obratga hidi yig'ilib qoladigan gazi shundan chiqib ketayotganda patkrinligi borligini hisobiga mana patkrinligi bor. Shuni hisobiga ichi aylanib qolib chiqolmay mana teshiklardan salonga kirib ketayotganda hidi. Ana shuni oddiygina yechimi bor ekan. Mana shuni faqat chiqara olasizlar. Mana uchi setka bo'lib turibdi, ko'ryapsizmi? Tepaga ko'rinadi shunaqa qilib. O'zlaring ham qilsanglar bo'ladi. Bittagina oddiy gofra kerak, elektromontajdiki. Shuni mana shu teshigiga tiqib, mana shuni teshigiga tiqib, izolenta qilib, akkuratni qilib tepadan aylantirib tashqariga chiqarib yuborilar ekan. Shu bilan qutular ekansizlar. Uy sharoitiga ham qilsanglar bo'ladi. Bitta balon ключ, balonni icha olasizlar. Patkrinlikda 10 boltchalar bor, icha olasizlar samarangiz bilan. Shunoq qilib qo'ysanglar ham bo'laveradi, bekor bo'lsa. Hidi chiqib ham garang qiladi, Onyx minadiganlar biladi. Mana shuni mana yechimi bor. Bir masala hal. Mana gofra bilan buni havosini chiqardik, qotirdik. Arqa bamferdan orqaga chiqarib yuborganmiz. Bitta izolentani yarimtasi kerak. Bitta gofra, bir to'rttagina zajim kerak bo'ladi. Masala hal. Shunaqa qilib chiroyli qilib endi yopib qo'yasizlar. Balon ichilar, patkrinlik ichilar. Shu bilan qutulasizlar shu narsadan.